Hammaga xeyr to'lasizlar bilan men o'sha yana Pixel Play o'zi bir kanali. Bugungi videoda sizlar bilan Minecraftda bitta mod qo'shyapman. O'sha modni sinab ko'ramiz. Videoni yarmida o'zlaring ko'rib olasizlar. Sizlarga u mod kanalda ko'rsataman. Modni qayta olganimni. Qani bo'lsa ketdik videoga. Kanalga like bosib, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Biz esa videoni boshladik. Tak. Mana hozir bu yoqqa kiramiz. Mana sizlarga modlar. Mana har ranglarni olib ko'rsataman sizlarga. Masalan, sariq, mana yashil, ko'k. Mana har xil ranglar bor. Va bunaqa video muhtojalaring mana stollar bor, mana o'tirsalaring ham bo'ladi, bunday o'tiradi, tursalaring ham bo'ladi. Atrofda bitta bossalaring turib ketadi. Mana jigarangi, mana jigarangi ham bor. Bu kichkinarog'i. Bu kishilik ikkita do'stlaring bo'lsalar, bitta do'stlaring bo'lsa, bittalarning back o'zarasida gaplashib video olasizlar. Mana bu siyoh rangi, mana bu esa legendarniy, hamma biladi. Tak, yana nimalarni ko'rsatmadim. Albatta asosiysi mana stream qilmoqchilaring. Endi yolg'ondan mana nima desam ekan hozir. Mana mod bu ham kompyuter, mana notebook ham bor. O'tirib olib bosasizlar. Hali modlarni hali tugamadi. Narsalar juda ko'p. Hozir bular qo'yib olaydi. Mana rasm mod ham bor. Hammasini bu yoqdan ko'rsatay. Mana har xil stollar, oddiy stollar bor, rangli. Mana stream qilish uchun stollar, tokchalar va lampalar. Ularni fakel qo'yib o'tirmishlardi. Ko'ryapsizlarmi qancha yoritiadi? Bu lampalarni ham har xil rangdan kelgan. Albatta. Mana bunday qo'ysam, bunday qilsam, o'rtalar. Mana hammasidan bor, albatta. Mana sal pastga tushirasizlar. Bu kanalda bir xil modlar ham ishlamashi mumkin. Shuning uchun oldindan izohlar qo'yish kerak. Mana bunaqa ko'zachalar bor, holisalar. Shu modlar uchun albatta menga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bunaqa narsa. Bunga hali bularni ko'rib chiqmadim, o'zim ham birinchi marta ko'ryapman. Bir ikkitasini ko'rdim, lekin qolganlarini ko'ra olmadim. Lekin kitoblar, mana rasmlar. Hard edition olsa bo'lmasa ekan, negadir. Ularni ko'rdim. Negadir ochib bo'lmayapti. Eng asosiysi do'stlar, legendarniy. Tepaga yurib qo'yasizlar. Mana, lekin ishlamaydi, lekin
video olish uchun bo'ladi. Yaxshi. Buni ko'rib chiqdik. Mana nechta qo'yib tashlasak, qo'yib tashlaylar. Nima ekan? Bu bo'ladi. Mana qo'yib qo'ysak. Hop. Bu qurilish qilayotganda ko'p qo'shlaring bo'ladi. Buni ko'rib buni ham qurilish qilish uchun to'sib qo'yasizlar. Hech kim o'tmashi kerak. Lekin shunaqa qilyapti. Bundan esa o'tib bo'lmaydi. Sakrab ham orasidan ham o'tib bo'lmaydi. Bu nima ekan? Buni ham umuman ko'rmadim hali. Sizning ishlamas ekan. Boya jamon ko'rsatdim, o'shanga yil qo'ysalar bo'lar ekan. Mana tokcha. Buni ham olib ko'rsatmadim hali. Mana jamon ko'p qo'yasizlarda. Mana kitob bunisidan ko'p qo'shalaring. Video uchun bu ham juda chiroyli do'stlar. Globus. Bu ham video uchun chiroyli. Mana pixel. Rasm. Kattaroq rasm. Hammasini ko'rib chiqdik. Endi tashlavorey. Yana nimani ko'rib chiqmadim? Mana rakvina. Yana nima bor ekan? Mana bu. Mana bu rakvinadan ham so'qmas ekan, lekin bunday ertalab turib video uchun betlaringiz yusalang bo'ladi. Mana faqat hojatxona yo'q uchun mana uni qo'ymayapti. Bu ularning uchun mana chiroyli palos. Naqsh chiqariladi. Ularga palos qo'ysalar bo'lar ekan. Yana ko'rmagan narsalarimiz qolmadi-yu. Mana bularni bilasizlar. Oddiy Minecraftda ham bor. Men ikkalasini tushunmayman oxirida ikkisini. Birinchi kirsalaring bo'lmas. Mana shu kitobchadan berarkan, mana shu qilichlar bilan mash turarkan. Buni yasalishlari bor. Videoda qo'shib tushunganlar yasaveradi. Mana endi bu mod kanalni ko'rsatish vaqti keldi. Mana ekraningizda ko'rib turgan moddan olishinglar mumkin. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida men mana shu modlar bilan ko'rsatgan Pixel Play kadar bo'ldi. Hali bundan-da qiziqlar modlar oldinda har xil modlarni o'sha kanaldan topishinglar mumkin. Aynan mana ekranlarda ko'rib turgan modni yuklasalaring mana shu mod chiqib keladi. Xullas hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men Pixel Play YouTube kanali bo'ldi. Obuna qo'yishni unutmanglar. Biz yaqinda tezroq 100 obunachi bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa hammaga xayr.